Assalomu alaykum dehqonlar. Mana albionlarimiz ko'rishingiz mumkin. Mana shunday holatda, mana ichi to'la gul. Mana hammasi shunaqa. Ikkinchi yil qoldirgan albionlarimiz bular. Ichi to'la gul. Mana hammasi shunaqa. Ichida qaysi birindir ajratib olinmagan mana. Bular ichi to'la ham gul mana. Mana dovchalab qolibdi o'zini bitalari. Bular ham gul. Mana hammasi gul. Ichida bitta koreska dashkir bor ekan. Mana albionlar. G'ij gul. Bahordan to kech kuzgacha beradigan sort. Bu degani aprelda pishsa agar qaysidir hududda may, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvarlarni ham pishirsa bo'ladi. Faqat agar kimki buni masalan ochiq dala uchun moslashtirishi mumkin. Kimki faqat qish uchun mo'ljallagan bo'lishi mumkin. Biza masalan buni shu ochiq holatda apreldan to dekabrgacha olib boramiz deganmiz. Noyabrgacha. Bizga o'shani yetadi. Chunki biz uncha ko'p vaqt ham yo'q buni isitib, hosilga qo'yib yana davomiy olishga. Shu holatda ham yaxshi hosil beradi. Mana hamma albionlar. Ozgina temir yetishmovchiligi bor. Uni to'g'rilasa bo'ladi. Mana albion. Masalan, bu kezi sortamiz. Bir marta berib, shu bilan tugab qoladigan. Yil davomida beradi. Masalan, iyun, avgust oylari o'ta issiq oy bo'ladi. O'sha oyda ham zo'r hosil beradi. Faqat yer yaxshi bo'lishga, sho'rlanmagan, unumdor bo'lish kerak. Yaxshi hosil olish uchun. Yer tayyorlash ham ko'p narsaga bog'liq. Hammasida gul bor. Kanalimdan ko'rganlar, avvalgi videolarni ko'rganlar o'sha iyunda mas'ul, iyulda, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabrda hosillarni tashlaganman videolarini. Dovchalab ham qo'ygandir o'zi. Massaga gul kiribdi o'zi. Juda chiroyli. Alloh barakotli qilsin hosillarini.